uyga yani mehmon kelishi mumkin. Aka men şu oldin qapti Ürümchiga bir toyga chiqqan. Bu toy kashlikda butgan. Men bu toy o'tgan baliqini desem bu ağırlar bilan haraq ishkiga ketibdi tushdan keyin. Şu bu Ürümchida bunda ish bormi desem bu Ürümchining balalarining hammasi bunda toyni kashlikda qatojaqlari kunduzi haraqni ichib kep, kech o'g'anda toyda aşağıda. Qizidi to masbadiska deb ayda deydi. Şununla o'ylab qoldim bu masalatda tasaddubiy akilining qo'sqida qolib qolsa, bu masalatda topgan bola bu saq tug'ulami, bir sog'lom farzand bo'lish uchun mush yangi to'y qilgan ayollar nimalarga diqqat qilsa, qanday qilsak sog'lom farzand ko'raylikmiz. Mushuni Uyg'ur babitda bir so'zlab bersangiz. Bu burun şu toyni qilsak lan butqayıştı hazır nurg'ulg'an faoliyatda bunga qatilibdi. Uningdan bilak hozirgi yosh bolalarda shunda to'y kuni xushalliqqa jo'r bo'lish uchun o'yinda haraq iste'molga ish avjiga chiqdilikkan. Endi mushu bir romka haraqning o'zi ufkam adam badaniga kirgandan keyin bu ichki a'zolardan masalan jigar pak asan bina sumurvatga a'zo ufkam bu. Aşqazandımı tez sümürvadıca bu binasilini. Şuna biz adette şu haraq işgallarınki jigar zahmisi kuşraydı dişimiz sebebi şu. Hem de bu bir romka haraqlam emas, neç romka, neç cin haraqni içip bu. Toy gününü ötkazdi. Toy günü ötkazgandan keyin tasadüfen şu ayoluniki şu günün boyda qolib qolgan bo'lsa ufkam. Yo'g'on neç 10 kiloluk bedenni masalasi qilayotgan narsa sperma tuxumni bilan bizda masalasi qilib qo'ydi. Hem de bu balkim farzandniki aqliy quvvatining tam bo'lishi yoki bo'lmasa ba'zan a'zolarniki kamtik meyib tug'ilib qolishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Men 20 yilning oldida bundan muqaddam 20 yilning oldida shu poytaxtimizdan kelgan bir mutaxassis bilan bir mezgil birga ishlagan ufkam jigar kasalligi to'g'risida shu yuqumli jigar kasalligining mutaxassisi ekan. Shu vaqtda men bir bilimda birga ishladim. Bu doktorning bana qoldirgan ta'siri nima degan chog'da men shu turmush to'g'riliq paranglashib bu dedi menga farzanding bormi deb shunda desam men yo'q endi biz mishani yenib berib andizgan bolayapmiz debdi bu nima degan gapdi debdi menda endi men bu balalish uchun shu mancha yil vaqt ketamdiki deb shundan so'rasam bu o'zi dedi menga endi o'zing bilasan biz ishga o'lkalarda endi ba'zan chog'da biz ayol demay ba'zan so'rilada ba'zan ishlarda amal yo'q yig'ilishlarda chaqallarda oliy g'azida ancha-muncha ichib qo'ymaymiz endi lekin biz ayda so'rilda ichib qo'ydik ayol ishkini o'ylan endi biz bola atmaymiz desak bizni hech qanday adam haraqni zo'lamaydi ufkam. 6 oygacha biz parhez tutibmiz deydi. 6 oygacha biz haraq, sharobni yana qattiq men yana bormaydi, yo'ldishma bormaydi. Biz 6 oy shu haraq tomog'iga qattiq yaqin kelmay, badanimizni biz pokizlaymiz. Chunki u bir mehmon keti o'ylab baqqan ayol kishi oyda bir qatam odat kurdi sababi bu uyimizga mehmon chaqirsak uyimizni hech bo'lmasa pokiz ratib olsamiz ratlaymiz uy deganda chunki mehmon kelmoqchi ayollar nima uchun oyda bir qatam odat kurdi desak uyga ya'ni mehmon kelishi mumkin shunga ayollar oyda bir qatam odat kurash orqali badanni pokizlaydi shunga endi biz haraq ichdik tomoq chekdik endi bugun kecha men bola atma emas biz manchil haraq ichgan yoki chekkan tariximiz bor to'xta mushu bizga farzand bo'lmoqchi bo'lgan mush bolaga yaxshi muhit sop aql paydo qilish uchun yaxshi bir muhitni meni tayyorlab berish uchun dada taraf bo'lsinmi men bo'lsammi haraq tomoqqa yaqin kelmassa kechda burun uxlash biz ishga o'lkada ufkam men balamoqchi edim og'inam do'stim desak hech qaysi zo'lamaydi haraq zo'lamaydi tomoq zo'lamaydi sen balamoqchi ekansan 6 oydagi ishchilar sen bilan deytgan biz miyada to'y kuni lam ichib ana mana ko'zi ko'rsib qo'yamiz ya ufkam bu bir sapa masalasi keyincha yosh bolalarimiz cho'qim bundan keyingi shu bilim elish kitoblarni ko'p o'qish sababidan asosan o'zi his qilib balkim bu ishma yaxshilab ketar ufkam Rahmat. men har kuni nochi tibobat o'limini so'zlab o'tibman kanalga yoqqan bo'lsa g'anjo qilib anglar yurak berib qolinglar fikr taklif qilgan bo'lsa yozib qolinglar ko'rishlarmisa